Ay o'rtada eshik esdan chiqib qolibdi qaynota. Ha. Shu derazadan kirib beradigan qilib beraymi deyapti. Ha, narvonga derazadan kiraveramiz. O'g'ri ham tushmaydi yuziga. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan qadrbaland qadrdonlar, videoni bosh hazil bilan boshlandi. Videoga birdan like bosinglar. Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, bizni kim qayerdan kuzatayotgan bo'lsa, musofir yurtdagilar hammaga assalomu alaykum. Qadrdonlar, Ramazon kirishidan ikkinchi kuni qaynotaga ikki xonali vremyaga quryapmiz, ehsonga qo'shiladi deb video qo'ygan edim. O'shanda bir akamiz ehson qilib ketgan ehsonlariga mana shu fundamentni qo'ygan edik. Shundan keyin yomg'ir yog'di, o'rtada qolib ketdi. Keyin bugun 2026-yil 2-iyun sanasi. Mana g'ishtlar уже boshlandi. G'ishtlarni ham tanish bilish qarindosh urug'lar bilan yig'ib sekin-sekin qaynotani o'zlari boshladi ko'tarishdi. Mana qaynota. Xo'p, qadrdonlar, hozir sizlarga bu qaynota haqida ozgincha ma'lumot berib o'taman. Bu akamiz 65-yil tug'ilgan, 3 bolasi hamda ayoli olamdan o'tgan. Hozirda bu akamiz ishxonada bog'bon bo'lib ishlaydi, ya'ni o'sha atroflarni tozalab bog'bon bo'lib ishlaydi akamiz. Shu qisqacha ma'lumot. Endi bu yerga akalar sizlar bilan biz bir podeshka qilaylik. 1000 so'm bo'lsa ham bir akamizga podeshka qilaylik, yordam beraylik. Bitta birlashsak, mana shu ikki xona uyimiz ham bitadi. Uylantirish mening bo'ynimda. Xudo xolisa. Akalar, bu yog'iga xudo xolisa 10 ta strapila, 10 ta ustun, reyka, shipir, ikki xonali uy. Bitta yordam qilaylik, bitta podeshkada bo'laylik akalar. Birlashsak, xudo xolisa qaynota ham uyli bo'ladi. Xudo xolisa siz va bizni bahonamiz. Uylantirsam keyin qaynana hazil emas akalar, bitta podeshka. Mana bu karta qaynotani nomida, ya'ni qaynotamizning familiyasi ismi Qurdanbayev Rahim aka. Mana shu karta o'sha insonlik akamizniki. Podeshkada bo'lamiz degan akalar bo'lsa, tadbirkorlar bo'lsa, akalar aloqada bo'linglar. 95lik nomerim 088 54 55. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Salomat bo'linglar, like bosib tarqatinglar.